Temur Malik. O'n ikkinchi asrning oxiri, 13-asrning birinchi yarmida yashagan Temur Malik Muhammad Xorazmshoh hukmronligi davrida, ya'ni 1207-1215 yillarda Xo'jand hokimi bo'lib faoliyat ko'rsatgan. U o'zining shijoati, mardligi bilan tarixda o'chmas iz qoldirdi. Temur Malik Jaloliddin Manguberdining yaqin safdoshi, Mo'g'ullar istilosiga qarshi kurash olib borgan sarkarda, xalq qahramoni, jasur va tajribali hukmdor edi. U Chingizxon o'zining sipohiylariga Xo'jandni egallashni buyurganini oldindan bilib, daryo ikkiga ajralgan yerda, ya'ni orolda bir istehkom qal'asini qurdirdi. Devorlari baland va mustahkam bo'lgan qal'aga o'q va katapultalarining yetib borishi qiyin bo'lgan. Bu esa Chingizxon armiyasiga qiyinchilik tug'dirgan. Temur Malik qal'a himoyasi vaqtida dabobat uskunasidan keng foydalangan. Sarkardaning Mo'g'ullarga qarshi urushida qo'llagan eng mohir usuli bu uning Sayxun suvlarida katta harbiy qayiqlardan foydalanganligidir. Ular manbalarda Zavraq deb atalgan. Temur Malik 7 oyga yaqin vaqt mobaynida qo'l ostidagi sarkardalari bilan Mo'g'ullarga qarshi qattiq jang qiladi. Uning suvda suzish, o'q otish, kemalarni mohirona boshqarish kabi harbiy san'atni mahorat bilan egallagani Mo'g'ullarga qarshi jasoratini ta'minlab bergan. Temur Malikning Jaloliddinga borib qo'shilishi Xorazmda yangi harbiy kuchlarning paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. Ayrim tadqiqotchilar Temur Malik Sulton Jaloliddin faoliyatining oxirigacha uning yonida bo'lganini yozib qoldirishgan. Temur Malik 13-asrning boshlarigacha Shom diyorida yashagan. Mo'g'ullar bosqini vahimasi tinchlanganidan keyin u O'sh shahrida bir yil yashab, Xo'jandga qaytadi. Tarixchi Juvayniy yozganidek, yo'lda Temur Malikni Chingizxonning nabirasi Qadaqon so'roq qilgan. So'roq paytida u o'z javoblarida mag'rur turgani, Mo'g'ullarga takalluf ko'rsatmagani uchun yosh shahzoda Qadaqon Temur Malikka o'q uzadi. Natijada jasur sarkarda jon taslim qiladi.